Yil boshidan sizlarga daromadli bo'lish uchun shokoladni Napoleonni sirlari bilan o'rgataman. Bismillah deb elangan turon unlari ustiga margarinini 2 xilini morozilkadan olib qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Yengilgina aralashtirib urvoq qilib olamiz. Ustiga kakao, xolodilnikda turgan muzdek suv, tuxum, tuz hamda olma sirkasini solib aralashtirib yengilgina xamir qoramiz. Xamirni g'ijimlamasdan shunchaki yig'ib 1 soatga muzlatgichga yuboramiz. Teng 8 bo'lakka bo'lib, har birini alohida videoda ko'rsatilgan tartibda yoyib, konvert qilib yelim paketga solib muzlatgichga yuboramiz. Ko'pchilikdan keladigan savolga javob berib ketaman. Xosiyat nega Napoleon xamirlarini pishirganimda kichrayib qoladi. Napoleon xamiri kichrayib qolmasligi uchun yoyganingizdan so'ng 10 daqiqa xona haroratida qoldiringlar va so'ngra pishiringlar. Shunda Napoleonlaringiz bir tekisda chiroyli bo'lib pishib chiqadi. Kremiga albatta sariyog'ni xona haroratida yumshatib olinglar. So'ngra kakao hamda o'yiltirilgan suv solib ko'pirtirish davom ettiriladi. Albatta shu usulda tayyorlab ko'ringlar, daromad keltirsa, duo qilishni unutmanglar. Sizlar bilan Xosiyat Shams.